Yu nimishqa Liu Bei'ning farmonini olmay, ya'ni uning maqluğini olmay turiblar, shimolga qo'shin tortdi. Qissa haqida bayon. Chibi urushidan keyin Liu Bei Jingzhou, Yizhou qatorliq yerlarni elib, Changsha, Wulin qatorliq noylarni ep bo'lgandan keyin bu yerda chunqur yildiz tortdi. Shuning bilan bular davomli Hanjungga qarab ilgirlab, Hanjungni melish uchun bu yoqqa ketdi. Jangga kim bu yana olgandan keyin mushu vaqtning o'zida Guayu Jingzhouga qarab qilib qoldi. Hanjungni olgandan keyin bu vaqtda bu Liu Bei qo'shini bu ishbachalik ichida eng boy, eng kuchli o'ringa o'tdi. Ya'ni Wei bilan Cao Cao bilan bo'lgan jangdimi boshdagi passiv mudofaa holatidan ham aktiv hujum holatiga o'tdi. Endi bu vaqtda Guayu nada Jingzhou'ni saqlab beka o'ltiribdi. Kunmingning Longzhou'ni ko'rsatgan aniq aql qarsak, oldi bilan Jingzhou'ni olishingiz kerak. Jingzhou'ni ag'allab jahonning qonidini ag'allab. Jingzhou'ni ep bo'lgandan keyin Wulin Changshanni olib Hanjung diyorini elish, uning keyindan shimolga davomli qo'shin tortib Wei'ni yo'qotish. Mushu tadbirga asosan endi qabas chiqib keldi, naq shimol qo'shin tortish bosqichi chiqib keldi. Endi Jingzhou'ni ep bo'ldik, Wulin Changshanni ep bo'ldik, Hanjungni Liu Bei ep bo'ldi demak endi mushu tadbirning oyog'i o'yincha chuqum shimol qo'shin tortish kerak. Shunga bu yerda Guayu qo'shin tortishga oldirib ketdi. Ikkinchidan Liu Bei'ning 5 yo'l bosangandan qolgan 4ti, ya'ni Zhang Fei, Zilong, Ma Chao, Huangjong qatorliqlar bu Hanjungni elishtirganda nihoyat cho'ng to'p ko'rsatdi ham, hatto Wei'dan tortib. Shular bu yerda bu Guayu o'ltirolmay qoldi. Chunki asaldan har qanday bir jangda Guayu bularni keyinga qilib boqmagan. Bu qatimliq jangda Guayu'ning qalbisi nisbatan bu Jingzhou'ni saqlab o'ltirganlik bir bekorchilik. Bu muhim ish emas uning nisbatan. Uning qo'ypasa bo'lsa jangga berib shularning keyinga qolmay, natsan uning qalbisini elib to'kib ko'rsatib oldi. Shunga bu ichidan titildab o'ltirolmay qoldi. Shunga bu qatimliq jangi bak oldirib ketdi. Shunga bu Guayu'mi fursat keldi deb o'ylab o'z mayoti hujum qildi. Uning ustiga bularning ayliq bir gap bor, jiroqdagi sarkarda farmonga bo'ysunsin buldi deydigan. Shu gap uning ustiga bu Guayu'gan Liu Bei'ning inisi shunday bo'lg'ashqa bu avval jang qilib, nusrat qozonib, anonki ma'lum qilsam bo'ladi deb o'ylab oldirib salliq qo'ydi. Uchinchi muhimi Guayu o'z iqtidorini isbotlab Zhuguliangga ko'rsatib qo'ymoqchi. Ya'ni Huaran yo'ldagi eliqsachilikda bu Guayu'ning Zhuguliangga bir ochchig'i vardi, ko'ngilda bir tugum vardi. Shunga bu qatim Guayu o'zini bir ko'rsatib, mashtarablarni elib shimol hujum qilib, bir jangda g'alaba qilib, Zhuguliangni oldirmanda saqlab tutmoqchi. Bu teğiç ko'ngil bir için tatlab turgan bir ish bu. Hem Zhuguliangmi Liu Bei buni Hanjungga chaqirgan vaqtda Guayu'ni chaqirib kichik valg'i topshurgandek xuddi shuga qarsak qayta taplab, ezveylab, ishirib, bakchiq qaqib turib kichik valg'i topshurgandek shunami? Endi bu Guayu'ning xarakteriga nisbatan bu vaqt o'ylagan aniq, nimandaq chiqib qildi makmumingni yodash. Bu aldiya bir qatim desam deb o'yildi bu vaqtda. Shunami? Daqchiq ezveylash bundaq gap Guayu'dek odamga qo'sh yoqmaydi-ku. Shunga mushuni o'ylab o'zini texim bak isbotlab qo'ymoqchi bo'lib ketdi bu Guayu. 4-dan buning og'zi Liu Bei shundaq cho'ng g'alaba qilgandan keyin Guayu'dimi bir g'alaba tuyg'usi shakllanib ishdan qopatmay ketdi. Texim yo'g'inab ketdi. Bu shu qo'sh g'alba to'y ustiga to'y qilg'isi ketdi yana ustilab. Biroq bundaq emaslik qarsanglar. Masalan, bu Cao Cao'ning yeniden qaytib kelgan vaqtda, 5 o'tgandan o'tkish 6-12 olgan vaqtda yo'lda buni Jousang uchraydi. Jousang uchirgan vaqtda nima deydi? Sangun, mening umrlik orzuim o'zlariga ergashib, otlarni yetlab menish. Men o'zlariga ergashkim bor. Meni qabul qilgan bo'lsalar desa, Guayu ashadin deydi. To'xtab turing, og'am yo'q deb berib yangilarimni so'rab baqay. Yangilarim nima deydi? Bir anglab baqay deb yangisiga deydi. Yangisi uni buni bo'lmaydi keldi, shuna yangam bo'lmaydi deydi qarang. Yembi deb baqsas, yembi deb mushayda tilini joynab turdi. Endi Guayu'ning xarakteri bu yerda qat'iy mos kelmaydi-ku bu ish. Bu yerda yenib berib, ilqi zulm chiqqan Turabegning qichiq kelgan vaqtda Guanpingni bu o'g'il qilib olgan bo'lsalar, Guansangun o'zlarining o'g'ilib sizlar bilan jangga kirib, buni pishib kelgan bo'lsa, desa, o'sha yerda deydi yana endi bu yerda og'am yo'q Liu Bei. Shu binasida sultima o'z olimga binasi demaydim deb internetin tatlab turdi. Bu yerda Zhang Fei'nin voy elil vera bu Liu Bei kelgan vaqtda og'imizga targ'iz yoqtirmaydi bu ish qilib yoqish tursa. Deb mushadimi ayni qarsanglar, mush beshik oldi vaqtda Guayu nayt cho'ngdilti og'iston farmoni. Hatto og'isining yoki yangisining gipsiz bir lashkarni qabul qilmagan o'ziga. Endi makun kelganda-chu shu Liu Bei'ninki farmonsiz hatto o'zim xabarim qilmay turib,
şundaq bir çoğun işini qildi. Mushundaq çoğun bir ishda gap anglamay, öz aldığı baş-baştaqlıq qilib bir hal qilg'ish mag'lubiyat uchraydi. O'zining beshiga chiqdi. Bu o'zi bilan ketmay, Janfeymi bu achchiqda o'ladi. Bunun ulanıp, bu Liu bunun üçünü alımı deb 70 tümen leşkerini yok kıldı. Açıqda kin yenip gelip, Beydada üzüm ölüp gitdi. Yani bununlarla tükemeydi yana. Yani bunundan keyin Jugulyan Simayi bilan to'liq jang qilgan vaqtda har qatim nindaydi o? Har qatim shu ochliq masala uchirgan vaqtda Jingjo isim keldi. Jingjo yana qo'limizda bo'lgan bo'lsa, shu vaqt Guayu mashtaq qilmagan bo'lsa, buyumgidek tafkirin qolmaydi deb o'ylaydi. Demak, Guayuning mashhad o'z manmanchilik, shaxsiyatchilik tipidagi mushu bir ojizligi, mushu bir xatolik tufaylidan intayin cho'ng bir tragediya keltirib chiqardi. Balki Guayuning bir manmanchilik, shaxsiyatchiligidan bizmi bir saboq olishimiz kerak deb o'ylayman.